Mana qo'shni qanaqa bo'lish kerak? Siz yo'qligingizni ham, sizni uyingizni, g'amingizni qiladigan qo'shni haqiqiy qo'shni bo'lsa kerak. O'zi bilasizmi? Qo'shni haqqi bo'ladi. Bizani ham ko'pchilik qo'shnisidan nomerini olib telefon qiladi. Aka, qo'shnimda qilgan ekansiz, chiroyli qilib bitkizib bering bizani uyimizni deydi. O'zi bizda bor-ku, mana shunaqa oyna chekkasiga obnalishkalar, karnizlar, shunga o'xshash penoplast izllar ishlab chiqaramiz, aka. Agarda sizni uyingiz ham xuddi shunaqa oddiy holatda bo'lsa-yu, lekin uni chiroyli mana shunaqa hozir ko'rayotgandek holatga keltirmoqchi bo'lsangiz, aka, Universal Decor sizga o'zi ishlab chiqarayotgan penoplast chaga va karnizlarni tavsiya qiladi. Eng asosiysi, aka, agar sizni qo'shningizni ham xuddi shunaqa qilinmagan joylar bo'ladigan bo'lsa, siz qilgan bo'lsangiz, u qo'shningizga tavsiya qilish esdan chiqib qolgan bo'lsa, aka, hozir mo'rida deb o'ylayman. Xullas, aka, sizga penoplastdan istalgan turdagi izlar kerak bo'lgan bo'lsa, pastda raqam qoldirganmiz. Shu raqamlarga telefon qilish orqali biz bilan bog'lansanglar bo'ladi. Videoga like bosish orqali esa bizani podдержка qilasiz. Bilasiz, aka, eng asosiysi sizni issiq sovuq o'ylayotganlardan yomon gumonda bo'lmayman. Assalomu alaykum.